kichiklarım, aqlingizdagi insonning holati, energiyasi qanday? Karta tanlov qilamiz. Birinchi karta, ikkinchi karta ko'ramiz. Ular esa nimagadir bir-birlaringizdan xafasizlar. Biri yaxshi, biri yomon, biri yaxshi, biri yomon munosabatlaringiz tez-tez o'zgaradi. Siz ham shunaqasiz, u ham shunaqa tez-tez o'zgaruvchan bo'lib turibsiz. Siqilib qolgansiz, uni holati, energiyasi siqilishda nimadandir xafa. Siz ham undan xafasiz hozirgi kunda. Ikkinchi kartani tanlaganlar esa ko'ramiz. Ikkinchi sizni kutib turibdi. Siz uni kutib turibsiz, u sizni kutib turibdi. Siz uni kutib turibsiz, taklif bildirishini, taklif kelishini bildirib turibsiz. U ham sizni kutib turibdi. Qandaydir o'rtalaringizda sir bor, o'sha sir ochilgan, shu uchun bu munosabat ozgina to'xtagan. Ko'ramiz qani nima bo'ladi. Mana kutish bilan turibdi, kutish bilan turibdi. Qandaydir sirlar ochilganligi, keyin ozgina sukunat saqlanib turganligi ko'rinib turibdi bu yerda.